Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz demak yaqinda nashr qilingan Falastin agar o'lishim lozim bo'lsa kitobi haqida bo'ladi. Birinchi savol, ko'pchilikni xayolida Hamid Sodiq deganda asosan o'tkir fikrlovchi siyosatshunos keladi. Lekin boshqa tahlilchilardan farqli, sizda o'sha tarjima vazifasi ham bor-da. Sizni nima bunga undaydi tarjima qilishga va shu o'rinda yana bir narsa, o'sha boshqa tahlilchilar aksar mediaga chiquvchi insonlarda bir fikr shakllangan, bugungi kunda shiddat bilan ketayotgan bugungi kunda medianing jamiyatga ta'sirini o'zi yetarli, lekin kitobni ahamiyati u qadar muhim emas. Yana bo'lib ham kitob tarjima qilish bu uzoq muddatni oladi, og'ir jarayon. Shu haqida. Demak, o'z tarjima men uchun deylik jamiyatga ahamiyatidan qat'iy nazar, men tarjima qilgan kitoblarimni kimdir o'qishi yoki o'qimasligidan qat'iy nazar o'zim uchun muhim jarayon hisoblanadi. Ya'ni men tarjimani kitob o'qishning bitta turi sifatida ko'raman. Va shunday kitoblar keladiki, jiddiy ichingdan bu kitoblar tarjima qilinishi kerak. Ya'ni bu sening o'zingning oldinga qo'ygan maqsadlaring, missiya deyiladi-ku. O'zim bu so'zni qo'llagim kelmaydi-yu, lekin umuman missiya degan paytimizda mana shu missiyaga xizmat qiladigan ish sifatida eng avvalo bu o'zimning qalb tinchligim, ya'ni yolg'iz qolish imkoniyatini ham beradi. Deylik, o'sha kitob muallifi bilan butunlay ko'nglingdan o'rin olgandan keyin, masalan, hammasida shunaqa bo'lgan. Bu kuchsizlar kuchi bo'ladimi, vatandoshlik dasturi bo'ladimi? Bu kitob tarjima qilinishi kerak. Va eng qizig'i, men keyingi paytlar sezyapmanki, bu tahlillarimning ham asosini olib boshlaydi. Ya'ni tarjima jarayoni shunday bir nimaki, ya'ni proses. Sen bunda har bir so'zning yukini sezasan. Har bir so'zning yuki bor, har bir terminning yuki bor va har bir jumlani qayta-qayta o'qiladi. Masalan, 10 martalab, 15 martalab, hattoki o'sha tahrir qilgan paytingda yana 2-3 martalab o'qiysan, bu ong ostiga o'tib qoladi. Sen sezmaysan, lekin atrofdagi bo'layotgan voqealarni tahlil qilayotganingda miya bu narsalarni chiqarib beradi. Shular asosida tahlil qilasan va keyingi vaqtda mana shu kitob tarjima qilingan kitoblar soni ko'paygandan keyin o'sha insonning shaxsi shakllanishida ham mana shu kitoblarning ta'sirini sezyapman. Va eng qizig'i, Amirxon, men yana bir narsani sezyapman. Kitob qanchalik tarixiy bo'lmasin, qanchalik murakkab bo'lmasin, bu uzoq muddatli oliy maqsadga yo'naltirilgan ish bo'lganligi uchun kitobga ma'lum bir ruh kiradi. Kitobga ma'lum bir ruh kiradi va insonlar shu orqali bu kitobning ortida kimdir turganini ham sezadi. Ya'ni kimga savol berish mumkinligini ham sezadi va kitobni o'qish jarayonida mana shu ruh har bir o'quvchiga ta'sir ko'rsatib, agar uning maqsadlari, uning missiyasi, uning oliy niyatlari yo'nalishi seniki bilan mos bo'ladigan bo'lsa, u kitob unga ham, kitobxonga ham tarjimon kabi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, Amirxon, davr o'zgarayotgan paytda ma'lum bir insonlarga, ma'lum bir guruh insonlarga xos bo'lgan xususiyat. Masalan, deylik, shu Chor Rossiyasi bosqini davri, undan keyin qizillar kelgan davrda deylik ma'lum bir guruh bo'lgan va ular ham tarjima muhim degan. Tarjima muhim va bu faqat O'zbekistonda emas. Bu faqat o'zbek jamiyatida yoki Turkiston jamiyatida emas, balki hamma joyda shunaqa bo'lgan. Tarjima muhim deyishgan, chunki bu davrda tarjima emas, balki biz kelayotgan yangi davrda
qanday yangi fikrlar bilan kutib olishimiz kerak. Masalan, mana postmodern deyapmiz va ko'ryapmizki, postmodern davrida xayolinga sig'maydigan narsalar bo'ladi. Dunyoning eng demokratik, eng liberal davlati butunlay yopilib olishga harakat qilishib yoki butunlay uning hokimiyatiga bir avtoritar rahbar kelishi mumkin. Avtoritar bo'lganda ham deylik ahmoqona qarorlarni qabul qilib boshlashi mumkin va bu kelajakni ko'ra olmaslik yoki ko'rishni istash bilan bog'liq jarayon ham. Sen tabiiyki kelajakda biz qanday bo'lamiz, mana shu mavjud chaqiriqlarga qanday javob beramiz degan paytda bir tarixga murojaat qilishingiz kerak. Tarixdagi fikrlarni o'rganishingiz kerak. Va shu bilan bog'liq jarayon sifatida ham tarjimaga qarayman men. Rahmat. Keyingi savol, endi aynan mana shu Falastin kitobi tarjimasi haqida muallif natijada Kevarkova aytadi, men Moskva ko'chalarida yurganimda falastinlik bir tanishim bilan ko'rishib qoldim va u Falastindagi yangi taqdirlar haqida yana so'zlab berdi deydi va shu menga bu kitobni yozishim shart degan bir fikrga keldim shundan keyin deydi. Xo'p, sizda nima aynan jiddiy turtki bo'ldi? Chunki biz bilamiz, siz odatda ilmiy siyosiy kitoblarni tarjima qilasiz. Bu baribir boshqa yo'nalishdagi kitob hisoblanadi. O'zi kitobning ruscha o'sha elektron varianti o'qish, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'qish tavsiya qilinib tashlagan paytda hech bir niyatsiz ochganman va o'sha birinchi she'r keladi va hech qanday tayyorgarliksiz mana shu deyarli bir yarim kun o'tirib mana shu she'rni nima qilganman, tarjima qildim. Hali kitob tarjima qilish haqida nima yo'q, bir niyat vujudga kelgani yo'q va asta sekin kitob o'qishiga kirishar ekanman, o'ziga tortib boshladida, ya'ni to'xtash mumkin emas. Bu yerda taqdirlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun, oddiy insonlar tili bilan gapirilayotganligi uchun asta o'sha mavzularga o'tib bordim va muallifning kirishi va O'rxon Jamol rahmatlining yozgan o'sha kitobga yozgan kirish so'zi deymizmi, taqrizi deymizmi, butunlay mana shu ikkitasini o'qigandan keyin ham bu kitob tarjima qilinishi kerak. Chunki muallif Nadejda Kevorkova bu nimadan Haydar Jamoldan ko'p nimalar olgan, uning kitoblari yozilishida ishtirok etgan va mana shu ruhiyat seziladi. Shundan keyin bu kitob tarjima qilish kerak. Tarjima qilinishi kerak degan paytda ham boyagi turli xil gap so'zlar yuradi-ku, ya'ni Isroil bilan bog'liq masalalarni deylik, ma'lum bir xavflar bor, jazolanishi mumkin, davlat e'tiroz bildirishi mumkin. Butunlay mana shu qo'rquv mavjud bo'lmagan holatda. Hattoki men o'yladimki, har qanaqasiga bu kitob chiqarilishi kerak. Shukrki, masalan, Amirxon siz rahbarlik qilayotgan nashriyot iroda ko'rsatdi deya olaman men bemalol. Chunki bu kitob o'ylanmay chiqarilishi kerak-da. Chunki Kevorkovaning o'zi ham aytadi, o'qigansiz. Butun, ya'ni bir gapi bor. Yahudiylar Quddusi haqida kitoblar ko'p deydi. Yahudiylar Quddusi haqida kitob ko'p. Amerikaning Quddusi haqida kitob ko'p. Yevropaning Quddusi haqida kitob ko'p, lekin Falastinning Quddusi haqida kitob yo'q deydi. Hattoki ruschada ham kitob yo'q deydi. Bu Falastinning Quddusi haqidagi kitob. Ya'ni Quddusga, G'azoga, g'arbiy sohilga va umuman yaqin sharqqa turli xil qarashlar bor va bularning hammasi Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil va G'arb bilan bog'liq. Ular tabiiyki ulardan xafa bo'lish masalasida emas. Bular o'zining bir qarashi bilan qaraydi har bir narsaga, o'zining qarichi bilan o'lchaydi. Va bu Falastin kitobi Falastinlar Quddus haqida, Falastinlarning g'azosi haqida, Falastinning g'arbiy sohili haqidagi kitob. Bu rus tilida ham mutlaq deylik boshqa bunaqa asar yo'q.
Ha. Endi o'zbekchada mutlaq yo'q va bunaqa asar. Nima uchun Amirxon? Chunki to'g'ri, Falastin haqida hattoki Wikipediyada o'tirib ham ma'lum bir ma'lumotlarni to'plab bitta kitob yozar ekansiz, olqishga sazovor. Yoki Falastin haqida bir o'sha nimaga borib, Isroilga borib, balkim Quddusga borgandirsiz. O'sha yerda ko'rib kelgan ikkita odamingiz bilan yoki uchta odamingiz bilan gaplashib kelib ham kitob yozgan bo'lsangiz, olqishga sazovor. Lekin Nadejda Kivorkova 2000-yildan boshlab shu masalaga o'zini bag'ishlagan. Tasavvur qilaylik, 2000-yildan. Necha yil? 25 yil. 25 yil. Oxirgi 2023-yilgi o'sha qonli voqealar masalasi ham bor bu yerda. Shu nuqtai nazardan unikal kitob. Ya'ni kamida 20-23 yil bir necha marotaba G'azoga tashrif buyurish, bir necha marotaba Quddus va g'arbiy sohilga tashrif buyurib, ya'ni falastinliklar pozitsiyasi nuqtai nazardan qarash bu kitobda. Va unutmaylik, Nadejda Kivorkova o'sha Ozod G'azo flotiliyasida kemada bo'lgan va adashmasam 2 hafta 10 kundan oshiq Isroil qamoqxonasida o'tirib chiqqan. Ha. Ya'ni u o'zining mana shu tanasida bu narsalarni his qilganligi uchun kitob juda ham ta'sirli. Hattoki biroz o'sha tilida g'alizliklarni ko'rsak ham, ya'ni xuddiki boya gaplashganimizda o'qlardan yashirinib, bombalardan yashirinib, xuddi okopda o'tirib tez yozishim kerak. Bo'lmasa, deylik, o'zimning ham hayotimga tugatolmay qolishi mumkin degan bir shoshilinch bilan yozilgan kitobga o'xshab ko'rinadi. Ustoz, yaqinda Farid Zakariyani Liberal ta'lim himoyasida degan kitobini o'qib tugatdim-da. Unda o'sha aqshlik talabalarni PISA bor, mana ta'limni sifatini ko'rsatib beradigan bir dastur bo'yicha butun dunyoda yuqori o'rinlarda emasligini, bo'lib ham ba'zi yillarda o'rta darajadan ham past baho olishini ko'rdim. Lekin dunyodagi aksar o'sha yangi innovatsiyalar AQShda bo'ladi. Buni shu muallif Farid Zakariya bu AQShliklarning o'ziga xos g'alaba ruhi va o'ziga bo'lgan kuchli ishonchi sifatida talqin qiladi. Undan tashqari men bu kitobda, Falastin kitobida Ahmad ismli bir yigit aytadi, ya'ni nima uchun tushkunlikka tushmayapsan degan savolga men rejalarim bor deydi-da. Ya'ni shu ahvolda turib ham rejalarim bor, qiladigan ishlarim ko'p deydi. Mana shu AQShliklar va falastinliklarga xos bo'lgan o'ziga bo'lgan ishonch va g'alaba ruhi nimagadir bizda yo'qda yoki pastda ko'rinadi menga. Shuni qandaydir sabablari bormi va bu ikkita, men o'ylayman, aynan hozirgi davrda juda muhim sifatlar, ya'ni kamtarlik, andisha chetga suriladigan davrda hozir. Ya'ni o'sha o'ziga ishonch bo'lishi kerak bo'lgan va g'alaba ruhi hammamizga singishi kerak bo'lgan davr. Shu ikkita bir fazilat deymizmi, buni qanday o'zimizga singdirsak bo'ladi xalq o'laroq? Amirxon, o'zi aslida bu Farid Zakariyan kitobida keltirilgan va o'sha Ahmad va boshqa u yerda intervyu bergan insonlar bor. Hammasida bir xil fikr kechadi. Ya'ni Ahmad bu o'sha ilmiy ish qilayotgan, tarjimalar bilan shug'ullanayotgan. Agar biz Isroil agressiyasi bilan birga, ya'ni unga qo'shilib g'am keladigan bo'lsa, butunlay bizni yeb tashlaydi deydi. Ha. Ya'ni shundoq ham bor. Men kitobning nimasida o'sha o'zim fikrlarimni yozganda shu narsani nazarda tutdim. Ya'ni o'limni tan oladi ular. Va shu bilan birga paradoksal ravishda biroz esidan chiqaradi. Ya'ni ular o'lim, ya'ni hammamizga o'lim o'zi xohlagan payti kelishi mumkin. Lekin katta dunyo, xususan o'zbek
farzandlar, o'zbek insoni ham qandaydir uzoqda deb sezadi. Shunday. Ular unaqa deb sezmaydi. Chunki dron turibdi, xohlagan payti deylik otishi mumkin va bu otganligi uchun javob bermaydi. Ular o'limni har soniyada sezadi. Va bu ularga g'alaba ruhini beradi. Ya'ni aynan hozir va shu yerda reallikka bog'lanadi. Va bu ularga nimani beradi? Mana shu g'alaba ruhini beradi, tushkunlikka tushmaslikni va bilim olish bu eng muhim narsa ekanligini uqtiradi ularga. Endi Amirxon, bu yerda fundamental farq bor. Boshqalar ham esidan chiqarmaslik kerak. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'sha ma'lum bir qatlamning innovatsiyaga intilishida ularda o'limdan uzoqlik bor. Ha. Bularda o'limga yaqinlik, ularda o'limdan uzoqlik bor va bunday imkoniyat Amerikaning o'ta qudratliligi nuqtai nazaridan. Ya'ni to'g'ri, men deylik kimlarning o'zimga juda yaqin insonlar, shu yoqda yashab yurgan o'zimga yaqin insonlarning suhbatlaridan bilaman. Haqiqatan ham ko'pchiligida judayam komfortga berilish bor. Juda ko'p yoshlarida. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha intellektuallarni o'ziga jalb qilish siyosatini ham yaxshigina yo'lga qo'ygan va yetarlicha qatlamining mana shu liberal imkoniyatlar o'zi liberalizmda liberalizmning xususiyati shundan iboratki, ular dinga nima uchun qarshi kurashadi degan paytda, masalan, fashizm nuqtai nazari yoki kommunizm nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, o'limni bir uzoqlashtirib beradi texnologik nuqtai nazar. Shuning uchun masalan Maskga o'xshagan odamlar deylik masalan Marsni zabt qilishimiz kerak deydi. Chunki ular qachon o'laman degan narsa yo'q. Mana shu ikkalasining o'rtasida fundamental farq. Shuning uchun ham Amirxon liberal dunyo vakillari o'zi liberallar uchun eng yomon narsa nima desang, urush deydi. Urush bu nima bu? Urush bu o'lim bilan bog'liq narsa. Urushni eng yomon, urushdan ham yomonroq narsa bo'lsagina urushish mumkin deydi. Ha. Shuning uchun liberal dunyo uchun o'limdan qo'rqmaydigan yoki qaysidir ma'noda o'limga real qaraydigan insonlar qatlami tabiiy dushman bo'lib ko'rinaveradi. Isroil shuning uchun ham juda ham qattiq harakat qiladi. Shuning uchun bu hozir men kitobda ham nima qilganman-ku, o'sha falastinliklar ham aytadi, bizni yengib bo'lmaydi. Yengib bo'lmaydi. Chunki Falastinga befarq bo'layotganlar ham o'lim bizdan uzoqdadir deyotganlar. Falastinga befarq. Xuddi musulmonlar kabi. Musulmonlar bugun liberal musulmonlar. Hamma joyda anaqa komfort. Komfort bu o'limni esdan chiqaradi odamni. Va bunday odamlar butun dunyoga noqulaylik tug'diradi. Kamida befarq bo'lasan. Chunki ular boshqa tipdagi odamlar ular. Ular har kun o'lim bilan, xavf bilan duch kelavergani uchun boshqa tipdagi odamlar sifatida shakllangan va liberal dunyo ham, G'arb deymizmi, Amerika Qo'shma Shtatlari ham tushuntiribdi. Misli ko'rilmagan zulm, fashizm, apartheid bilan aralashib kelgan zulmni yangi turi. Fashizm, apartheid, shu bilan birga natsizm ham bor bu yerda. O'sha shularning aralashib kelgan, lekin buning qanchalik yomon ekanligini bilsa ham, o'zining ildizlari ham shu narsaga borib tutashganligi uchun konkret harakatlar qila olmaydi. Ha. Ya'ni Isroilga to'xtaysam, bo'lmasa harbiy yo'l bilan to'xtatamiz demaydi. Chunki bu zulmning asosida liberal mutatsiya yotadi. Va bundan keyin ham o'zining asosiy dushmani sifatida, o'zining asosiy raqibi sifatida transcendentlik dunyosini muhim deb biladigan g'oyalarga hujum bo'laveradi. Transcendentlik deganimizda o'sha o'lim va narigi dunyoni nazarda tutadigan g'oyalarga. Shuning uchun mana shunday murakkab, ya'ni yaxshi savol berdingiz. Qaysi biri so'nib boryapti desangiz, javob aniq. Qaysi biri so'nib boryapti desangiz, javob aniq, chunki bu liberal dunyo tushkunligi bilan bog'liq. Butunlay hamma joy komfort,
hech qanaqa motivatsiya yo'q, hech qanaqa narsa turtki bermaydi. To'g'ri, ikkinchi jahon urushidan keyin ancha narsa turtki berdi, lekin bundan buyog'iga postmodern dunyoda judayam katta, misli ko'rilmagan nima deydi, ichki kuchga ega bo'lgan, ichki energiyaga ega bo'lgan g'oyani biz tushunib turibmiz kim qaysi ekanligini. Va undan ko'pchilik qo'rqadi. Nima uchun qo'rqadi? Amirxon, nima uchun qo'rqadi? Bu energiya qanday sarflaymiz? Bu energiyani sarflash uchun qanday fikr modellari bor, yangi fikr modellar bilmaydi. Shuning uchun davlatlar iloji boricha o'sha ustidan gilam to'shab yoki bo'lmasa ayrim qattiq qo'llari sementlab tashlashni istaydi. Chiqarma deydi. Chiqarma bu energiyani, shunaqangi kuchli energiyaki, shunaqangi o'sish tendensiyasini ko'rsatyaptiki, aynan mana shu energiyani chiqarmaslik uchun ham qilinayotgan zulmning eng katta qismi Falastinga to'g'ri kelyapti. Falastin, chunki bu global tizimga, global rejimga qarshi, masalan, qanday qilib dunyoning 1 va 8 o'rinda turadigan armiya, AQSh va Isroil armiyasi deylik, shu yerdagi G'azodagi harbiy birlashmalarga hech qanaqa byurokratiya yo'q, harbiy byurokratiya yo'q, lekin yenga olmaydi. Yengib bo'lmaydi. Bugun biz o'ylanishimiz kerak bu narsalarni va mana shu energiyadan qanday foydalanamiz? Esir davrida suyagi qotgan avlod u yoki bu ko'rinishda liberal avlod. Ulardan xafa bo'lmaslik kerak. Ular uchun bu energiyani hosil qilayotgan manba hamisha xavf bo'lib tug'iladi. O'zini qanchalik e'tiqodli qilib ko'rsatmasin. Va aynan mana shu fikrlar nuqtai nazardan Falastin kitobi bizga quyi plastni ko'rsatib beradi. Ya'ni oddiy falastinlik qanday fikrlayapti, ularning boshida nima kechyapti. Uning ilmiy usturmasi masalasida ko'pchilik yozayapti ham. Tabiiyki biz ham, o'zbek auditoriyasi ham bu narsaga kirishib borishimiz kerak. Arab faylasufi Ibn Xaldun muqaddima kitobida taomlanishni inson tabiatiga ta'siri haqida bir yangilik kashf qiladi endi o'z davrida. Masalan deydi, turkiylar biz nazar tutib ot go'shtini ko'p iste'mol qiladi va shuning uchun ular shiddatli, jasur deydi. Yoki franklarni misol keltiradi, cho'chqa go'shtini yeydi, shu uchun erkaklari ayollariga nisbatan rashksiz deydi. Va kitobda Nadejda Kevorkova Falastinda 8 kun umuman go'sht topolmagan, go'sht ko'rmaganini aytadi. Keyin yana go'sht faqat bayramlarda yeyilishini, baliq noyob taom ekanligini aytadi. Dengizni bo'yida yashasa ham. Ha, chunki 3 kilometrmi ruxsat beradi, u yerda o'zi baliq yo'q, shunaqa. Endi shuni o'zimizga bir solishtirdim-da. Solishtirib keyin o'ylab ko'rdim. Demak, falastinliklar mana shu nazariya bilan olib qarasak, bir necha yildan buyon shundayda ularda. Masalan, kecha go'sht bo'lmadi emasda, 70-75 yildan beri shu go'sht masalasida, umuman taomda shunaqa guruch yeydi, guruch, asosan guruch yeyishadi. Xo'p, bu falastinliklarni o'sha sabrli, irodali bo'lishiga sabablardan biri desak bo'ladimi? Va xuddi shunday o'zimizni ko'p ovqat yeyishimiz, ko'p go'sht yeyishimizni o'zimizdagi bir dangasalik, kam harakatlikka sabab deyish mumkinmi? Va agar mana shu prizmadan olib qarab odamlarga tushuntirsak, balki kamroq yeyishga o'tilar. O'zi aslida Qonunlar ruhi kitobida bu geografik determinizmning bitta ko'rinishi, ya'ni tasavvur qiling, siz nima uchun ot go'sht ko'p yeysiz? Chunki sizning geografik nuqtai nazardan shu yerda ot ko'p. Bu Monteskiyada geografik determinizm deyiladi. Monteskiy aytadi, bu issiq sovuq deb tushuntiradi, bilasiz. Va o'zi aslida mana shu masalada Ibn Xaldunning shogirdi desa bo'ladi. Ibn Xaldunning shogirdi desa bo'ladi. Endi Amirxon, bir narsani tushunishimiz kerakki, 1000-yillar, 1400-yillar, 1700-yillarda
odamlarda ma'lumot kam bo'lgan. Hattoki mana shu xulosaga kelish uchun ham misli ko'rilmagan intellektual mehnat talab qilingan. Ibn Xaldunlar o'z davrida 100 yillab oldinga ketib qolgan odamlardan, bular o'zini ilmga bag'ishlab va ular misqollab yiqqan ma'lumotlarni o'zi borib ko'rib, tahlil qilib, endi Monteskiyga ko'p yordam bergan, puli ko'p bo'lgan va u nima qilgan. Juda ko'p sayohat qilmagan bo'lsa ham, u paytga kelib ma'lumotlar ko'payganda atrofidagilar yordam bergan unga ma'lumotlar to'plashga. Va bu Amirxon geografik determinizm. Endi geografik determinizmni butunlay yaroqsiz deya olmaysiz. Chunki issiq insonning lanj bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Yeyotgan mahsuloti deylik uning tabiatida ma'lum bir o'zgarishlarni hosil qiladi. Lekin bu fundamental o'zgarishlar emas. Ikkinchi masala nimadan iborat? O'sha paytda insoniyatga ma'lum bir fikr modellari kerak edi va u butunlay mukammal bo'lishi va premodern davrida yashaganligi uchun ilm hali bu darajada rivojlanmagan edi va uni deylik bu konstruksiyani to'liq asoslar bilan ta'minlash talab etilmasdi. Ya'ni deylik Ibn Xaldun kelib mana shunday muhim muqaddimani yozdida taklif qildi va bu normal konstruksiya sifatida ko'rindi o'sha payt uchun. Ishonsa bo'ladi. Masalan, deylik ma'lum bir joylarga boradi, xuddi shunday ko'rinadi. Monteskiy keldida aytdi, deylik issiq o'lkalarda odamlar lanj bo'ladi, qo'rqoqroq bo'ladi, lekin shu bilan birga shoir tabiat bo'ladi dedi. Shuning uchun ham deydi, 3 ta din ham deydi, issiq o'lkalarda vujudga kelgan deydi. Qiziqda. Yoki sovuqroq nimalarda o'zining energiyasini saqlab qolishga harakat qiladi va ular botirroq bo'ladi deydi. Qarasangiz, umumiy kartinani qarasangiz, uni fikri to'g'riday tuyuladi. Lekin hattoki Monteskiyning fikri ham bu fundamental hamma narsani belgilab beradigan fikr emas. Shuning uchun biz keng bir tahlil qilayotgan payti ta'sir ko'rsatadigan elementlardan biri sifatida inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Falastinda ham agar inobatga olish talab etiladigan bo'lsa, O'zbekistonda ham. Va shu orqali xulosa chiqarishimiz kerak. Endi masala shundan iboratki, bugun ya'ni o'sha ovqatlanish va geografik determinizmning unga qarshi qo'yiladigan g'oyalar sifatida institutsionalizm. Institutlarning muhimligi bugun asosiy fikrlardan biri. Ya'ni masalan, siz Falastinda institutlar nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsangiz, juda ham muhim ma'lumotlarni olasiz. Mana e'tibor bering, o'sha G'azoda deylik o'sha deputatning oldiga boradi va u G'azodagi deputat bu pravoslav xristianlardan saylangan va musulmonlar ovoz bergan unga. Musulmonlar ovoz bergan. Yoki deylik nima, tunnellar vazirligi. Bular institutlar, bular hammasi. Tasavvur qiling, o'sha joyda ishlaydi. Yoki bo'lmasa bozoriga e'tibor bering, G'azoning bozoriga kirsang deydi, hattoki nimalar, rastalar sinadigan darajada nima bor deydi. Mahsulot bor deydi. U yerga kelgan odam blokadani sezmasligi mumkin deydi. Ko'rdingizmi, o'ziga xosligi. Bozor bu iqtisodiy institut bu. Ya'ni qanday ishlab turibdi? Xo'p, ular go'sht yemayotgan bo'lsa, saylovlarni qanday o'tkazyapti? Yoki bo'lmasa bozorni qanday bu darajada to'ldiryapti va yoki aytadi, men deydi G'azoda yangi qimmat mashinalardan ko'rdim. Qanday olib kelganini ular aytadiki, tunnellar orqali olib kelgan deydi. 2 barobar qimmat. 2 barobar qimmat va hattoki men avariya bo'lganini ham ko'rdim. Butun insonlar hamdardlik bildiryapti deydi. Va men so'radim shu yerda avariya bo'lgan paytda kelganda deydi. Chunki ular mana shu inson, boy inson agar imkonli bo'lganda boshqa joyda yashash bemalol imkoniyati bor edi. Lekin u bizga hamdard bo'lib, mana shu joyda bo'lishim kerak deb yashayotganligi uchun ularga hamdard. Bu institutsional munosabatlar.
Shuning uchun bir vaqtning o'zida geografik determinizmni butunlay yaroqsiz deb tashlab olmaymiz. Ma'lum bir masalalarda muammoni ko'rishimizning asosiy rakursi shu bo'lishi mumkin, lekin biz bugun institutsional qaraganimiz ma'qulroq. Tushundim. Xo'p, mana shu bugun Vatandosh TVda suhbat bo'ldi. Korrupsiyaga qarshi o'sha suhbatda juda ko'p solidarность deyildi-da. Shu solidarnostni lekin nimagadir o'zbekcha izohlamadi hech kim o'sha joyda va o'zi solidarnost demak man muqaddimada olib qarasak asabiya degani, o'zbek tilida birdamlik degani, bir maqsad yo'lida bir musht bo'lib olg'a intilish degan ma'noni bildiradi. Endi mana shu G'azodagi birdamlik ruhiga sabab sifatida tashqaridan bo'layotgan bir dushmanni bosimi sabab bo'ladimi yoki ularni o'zida qandaydir bir boshqa arab xalqlaridan farqli falastinliklarda o'zi bir birdamlik kayfiyati bormi ularda? Shu kitobdan o'qib xulosa qilganingizda qanday fikrdasiz? Amirxon, o'zi aslida Falastin xalqi qandaydir bir mo'jizaviy xalq emas. Muhim buni ta'kidlash. Kitobning muvaffaqiyati ham shu. Ya'ni kitobda ko'ramizki, G'azo haqidagi bobida Ramalloh pul to'laydigan, ya'ni Ramalloh tushuntirib o'tishimiz kerak, Falastin muxtoriyatining rasmiy poytaxti bu Ramalloh. Ya'ni kim pul jo'natadigan bo'lsa, umuman Falastinning byudjetini Ramallohdan, ya'ni o'sha g'arbiy sohildan taqsim Mahmud Abbos rahbari va Falastinni Hamas nazorat qilganligi uchun u yerdagi Ramalloh pul to'laydigan vrachlar ishga chiqmasligi kerak. Davolamasligi kerak. Bu nima uchun buni tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni aytadi-ku, uyaladi ular deydi. Uyaladi, ya'ni bir yig'ilishga kelgan paytda qimtinib men bilan gaplashdi, chunki kimnidir tanimasligimni so'rayotgan edi. O'tiring degan payti, yo'q, men uyga ketib ish tashlashni amalga oshirishim kerak. Bu ichidan kelayotgan og'riq bilan aytilyapti. Hattoki ishlayotgan vrachlarga qaraganda ko'proq pul oladi, lekin ular ishga chiqmaydi, ish tashlash amalga oshiradi. Yoki bo'lmasa biz o'sha Quddusda uyini sotib ketgan falastinliklar, yahudiylarga yoki bo'lmasa uyni sotishda deylik ayrim falastinliklarni aldaganlar haqida ham hikoyalarni ko'ramiz. Shuning uchun o'ylamaslik kerakki, Falastinda oddiy jamiyatlarda uchraydigan ijtimoiy muammolar mavjud emas. Alohida butunlay boshqa insonlar emas degan ma'noda o'ylamaslik kerak. Ularning ham muammolari bor, lekin bugun Falastin xalqini misli ko'rilmagan zulm asosida u yerdan ketib qolmayotganligining sabablari bor, Amirxon. Misol uchun men bu fikrni tugatishdan oldin misol keltiraman. Mana Maya madaniyati, Maya xalqi yo'q bugun. Shunday. Uni kim yo'q qildi? Uni konkistadorlar yo'q qildi. Ispanlar yo'q. Millionlab qirib tashlashdi. Yoki bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlarining tub aholisi. Hindular. Nima qilishdi ularni? Rezervatsiyalarga qamadi, 90% ketdi. Kitobda aytadiki, qandaydir bir nima bilan, xristianlik bilan aralashgan bir dinning turi vujudga kelgan va ular butunlay befarq va ichishga berilib ketgan deydi. Va Keyorko aytadiki, bu yerda islom juda ham katta muhim rol o'ynagan. Birinchidan ichishni taqiqlaydi, ikkinchidan o'limni tushuntirib beradi. Mana shu muhim. Endi ya'ni g'oya sifatida mana shu markazdagi qo'zg'almas g'oya bo'lmasa yutqizardi deydi. O'zi tan oladi va buni solishtiradi ham, chunki Isroil va boshqa g'arb davlatlari pravoslavlarni ham va katoliklarni ham boshqa jamiyatlarga olib ketib adaptatsiya qilish rejalari juda ham ko'p deydi. Aytadi-ku bir joyida. Faqat deydi devorning nariyog'ida ularning qulog'iga shivirlab turadiganlar bor. Sizlar ular emaslar deb deydi. Va bu mana shu qandaydir
g'ayri insoniy bir g'oya. Ya'ni bunaqa zulmda uncha xalq qo'lini ko'targan bo'lardi. Heh. Va yana bir jihati bor, Amirxon, unutmasligimiz kerak. Har qanday zulm va unga ko'nikib yashash insonni kuchli qiladi, har qanday jamiyatda ham. Ma'lum bir himoya usullarini topasan. Ya'ni men uni sotsiologik taraflarini aytayapman. Ha. Chunki deylik, maktabda o'qiyapsan, bomba kelib tushdi, sen o'qishni davom ettirishing kerak. Deylik, ota-onang bir joyga yemish topish uchun ketdi, qaytib kelmadi. Sen nimadir qilishing kerak. Bu insonga yangi narsalarni o'ylab topish, yashab qolish uchun sharoitlarni shakllantirish, man e'tibor bergan bo'lsangiz, kitobda aytadiki, juda ham mehnatkash xalq deydi. Shunday. Ya'ni o'sha atrofidagi propagandistik ommaviy axborot vositalari butunlay noto'g'ri fikr tarqatadi. Bular ishyoqmas. Ya'ni tashqaridan kelgan narsalarni yeb yotadigan xalq sifatida ko'rsatib qo'ygan deydi. Lekin Falastin xalqi shu darajada mehnatkash deydi. Shu darajada mehnatkash, ya'ni bomba kelib tushdi, o'ylanib o'tirmaydi. Kim otdi boshqa? Yig'ishtirib, nimalarni, g'ishtlarni qaytadan elab, temirlarni alohida ajratib, shulardan yana qurilish materiallarini yasashni boshlaydi. Amirxon, men nimaga ham muxlislarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Falastin haqidagi qisqa short nimalar bor. 1 daqiqalik, yarim daqiqa. Aynan mana shu narsalarni ko'rasiz. O'sha devordagi grafitilar, boyagi odamlarni borib tez supurib, qandaydir o'sha buzilib yotgan joylarni ham chiroyli qilib qo'yib, u yerda yana yashashini, sharoitini vujudga keltirish bilan bog'liq. Ya'ni kitobning xususiyati shundan iboratki, siz bugun ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube'dagi nimalarni ham, kichik roliklar yoki ko'rsatuvlarda ham aniq kitob tavsifini ko'rasiz. Aynan shunday. Ya'ni devorlarga Falastin bayroqlarini chizishi, u yerga nimalarni, shiorlarni yozib qo'yishi yoki bir-biriga munosabati nuqtai nazardan mana shu narsalarni demak ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar bilan tasdiqlab olish mumkin bo'ladi. Xo'p, siz keyingi savol sal falsafiy bo'lishi mumkin, urush bilan bog'liq savol. Mana bundan 300-400 yil oldin, deylik, o'rta asrlarda shu qattiq kuch, ya'ni harbiy kuch o'zini oqlaganda, masalan, Amir Temur deymizmi, Sulton Sulaymon, Napoleon deyishimiz mumkin. Hammasi hozir tarixda, masalan, fransuzlar yaxshi ma'noda eslaydiganlari ko'p. Biz Amir Temurni, Usmoniylar Sulton Sulaymonni ularga obro' keltirganda, ya'ni boshqa joyni egallab olgani. Lekin so'nggi bir 100 yilni qarab chiqsak, aksariyat holatda agressor tomon, urush hujum qilayotgan tomon yomonotliqda. Masalan, o'sha AQShni Vyetnamga kirishi deysizmi, Iroqqa, Afg'onistonga kirishi deysizmi, SSRni Afg'onistonga kirishi hatto parchalanishiga sabablardan biri u bor. Keyin mana kitobdagi eng katta misol Isroilni Falastinga bosqini. Va bularning hammasini o'ziga xos jihati bu urush, harbiy urush, odam o'ldiradi borib. Lekin bu yerda bir vaqt o'zida Deng Xiaopingdan boshlab Xitoy yumshoq kuch bilan sekin ekspansiya qilyapti iqtisod orqali. Shuni o'ylayman-da, shuni tushunmaydimi? Ya'ni hozirgi mana Rossiya hukumati deymizmi yo AQShmi, Isroilmi, ya'ni ularda variant bor edi. Falastin masalasida endi menimcha variant bor edi. Xalqni aksincha farovon qilishi, G'azoda o'sha eng yaxshi infrastrukturani yaratishi, o'sha Isroil falastinliklarni o'zi emas, yaratishi va nima deydi, ikkita xalqni birlashtirish, ya'ni iqtisodiy nuqtai nazardan va oxir oqibatda balki ularni nuqtai nazari bilan balki shu orqali deylik Xitoy misolida qaram qilishi mumkin edi. Yoki AQShda ham juda ko'p misol keltirish mumkin va eng yomoni bularning hammasi hozir faqat o'zini minusiga ishlayapti. Shu AQShda ham, Rossiyani ham, mana bu Isroilni ham. Nimaga shunaqa? Masalan, bular o'ylab ko'rmaydimi? Masalan, yumshoq kuch yetarli-ku hozir. Amirxon, o'zi Falastin masalasi
butun dunyoning har qanday g'oyasi uchun markaz vazifasini bajarishni o'tashni boshlagan. Hmm. Ya'ni liberallar uchun ham o'sha Yaqin Sharq va Falastin hududlari bir ilohiy markaz sifatida ko'ra bekorga aytayotganim yo'q. Mana Lokni tarjima qilyapmiz. Chunki uning asosida din yotadi baribir. O'sha fashizmni yoki kommunizmni ko'rasizmi? Endi monoteistik dinlarni-ku uchalasining ham markazi bor. Kevorkov aytadiki, tabiiyki tarix bu yerda boshlanmagan, mening nazarimda shu yerda tugaydiganga o'xshaydi deydi. Ha. Ya'ni u shu darajada bir ahamiyatli hudud bo'lganki, butun dunyoning nazari shu yoqqa qadaladi va biz bilamizki, insonlarning nazari bu nima? Insonlarning nazari bir joyga qaratilishi bu insonning bir siyosiy harakatini ko'rsatadi. Ya'ni tasavvur qiling, butun dunyo bir markazga befarq emas. Bu shu joyni haddan tashqari siyosiylashtiradi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundan iboratki, butun dunyoning asosiy nimalari, g'oyalari men uchun haqiqiy raqib qaysi g'oya degan savoldan kelib chiqadi. Men uchun asosiy raqib qaysi g'oya? Ha. Deylik, mana ko'pchilik anglamaydi. Rossiya ham bu modern davlat. Modern deyotgan ekanmiz. Deylik, liberalizmning bitta buzilgan ko'rinishi. Yoki liberalizmning o'g'li yoki farzandi bo'lgan kommunizmdan qolgan bitta davlat. Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy ham kommunistik davlat. Kommunistik davlat va ular uchun bu yerda deylik islomning markazlaridan biri bo'lganligi uchun o'ziga qarshilik markazi sifatida qaraydi. Mana shu bizniki bo'lishi kerak. Yoki umumiy kengroq maqsadlarni oladigan bo'lsak, o'sha Saudiya Arabistoni hudud markazlariga ham e'tibor qaratadi. Bu yana bir asoslardan biri. Keyin, Amirxon, liberallardan so'rasangiz aytadiki, urushish mumkin emas deydi. Kim bilan urushish mumkin emas desang, liberal davlat bilan urushish mumkin emas yoki demokratiya bilan urushmaydi deydi. Va ko'p yillar davomida shunday bo'lib keldi. Haqiqatan bular bir-biri bilan urushmagan. Avtokratiya bilan avtokratiyalar bilan deylik liberallar urushlari bor. Lekin bugungi o'zgarishlar shuni ko'rsatyaptiki, urushga har doim tayyor turish juda ham muhim ekan. Urushga har doim tayyor turish. Bugun Yevropa ahvolini ko'raylik. Ayrim davlatlarda Yevropa ittifoqiga kiradigan 1000 ta askari ham yo'q. 1000 ta askari ham yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarining askarlarini tortib oladigan bo'lsak, Turkiyaning askarlarini tortib oladigan bo'lsak, hech narsa qolmaydi Yevropada. Shuning uchun o'zi harbiylar degani bu hayoti va moli va jonini tikib siyosatga kelganlar harbiylar bo'ladi o'zi. Moli bilan jonini tikib kelganlar bular ko'pincha harbiylar bo'ladi. Lekin shu bilan birga biz o'sha oldingi siyosiy modelni oladigan bo'lsak, harbiylar hokimiyatga yaqin bo'lgan va shu bilan birga davlat va olimlar o'rtasida tandem bo'lmagan. Mana shu narsaga qaytish kerak. Va Amirxon, mana shu hudud Yaqin Sharq, Falastin hududi bu o'sha biz aytayotgan, men sivilizatsiya demagan, sivilizatsiya emas. G'oya kemtik bo'lmasligi uchun juda ham muhim. Ya'ni yo'qotdingmi, g'oyang kemtik bo'ladi. Chunki bugun Ibrohim alayhisalom Al-Halildagi Hebron deydi ular. Masjidni ikkiga bo'lib deyarli tortib olgan desak bo'ladi. Mana shunday masalalar, Amirxon, ya'ni yana bir narsani aytib o'taman. Nima uchun biz Falastinni ko'p eslaymiz? Bu bizning qandaydir bir sa'y harakatimiz emas.
Falastin o'zi haqida ko'p yaxshi gapirib biladi. Shunday. Falastinliklar judayam bilimli, ma'rifatli xalq. O'zi haqida masalan bir yig'ilishda judayam intelligent, bilimli odamlar yig'ilishida menga nima qilishdi, ya'ni qandaydir bir ta'na qilganda Falastinni ko'p gapirasizlar, nima Somalini gapirmaysizlar. Falastinni butun dunyo ko'p gapirayotganligining sababi butun dunyoda emas, Falastin o'zi haqida zo'r gapirib biladi. Falastin shunday joyda joylashganki, hammaning e'tibori shu yerda. Somali demak, Somalidagi musulmonlar o'zlari haqida yaxshi gapirib bilmayapti. U unutish kerak degani emas. Shu nuqtai nazardan men ko'rsatuvlarda ham aytayapmanki, qanchalik advokatlarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, qanchalik o'zimiz haqida ko'proq ma'lumotlar, o'zimizni yaxshiroq tushunayotgan bo'lsak, ana bu kelgusidagi postmodern dunyodagi agressiyaning kam bo'lishiga yoki umuman bo'lmasligining sabablaridan biri shu hisoblanadi, mening nazarimda. Tushundim. Xo'p, kitobdan bir fikrni o'qib beraman, ruxsat bersangiz. Shundan kelib chiqib savol bor. Xo'p, falastinliklar kamdan kam yig'laydi. Faqat juda yosh bolalarning yig'layotganini ko'rishingiz mumkin. Keyin ular qo'rquv nimaligini bilmaydigan botir erkak va ayol bo'lib ulg'ayishadi. Ular shafqatsiz dunyoning kameralari va obyektivlariga qarab kulishadi. Zero ular adolat o'zlari tomonda, dunyo esa aldanayotganini bilishadi. Falastinlar o'z tarixini sinchkovlik bilan yozadi. Endi shu fikrdan kelib chiqib bir savol qiynaydi men o'zimni. Falastinliklardagi mana shu qo'rqmasligiga yoki yig'lamaslik, o'sha ko'ramiz videolarda, siz aytgan videolarda qo'lga olyapti-da, qamoqqa boryapti. U qamoq oddiy joy emas-ku, to'g'rimi? 15 kun o'tirishda qo'rqasiz. Ayniqsa Falastin qamoqi. Ha, ayniqsa. Kulib qaraydi o'sha kameralarga. Bu ularni jonidan o'tib ketganidanmi, masalan bu psixologik tomondanda, ya'ni deylik zulm shunday haddidan oshib ketganki, nima bo'lsa bo'ldidanmi bu, ya'ni qandaydir bir jiddiy sababi bormi demoqchiman, shuni o'ylayman. Amirxon, qarang, mana bir narsani sizga falsafiy nuqtai nazardan cheksizlik tasavvur qiling. Cheksizlik deganimizda ko'pincha bizlar bir ma'lum bir chiziqni nazarda tutamiz. Butunlay cheksizlik, ya'ni hamma tomonga cheksizlik. Bunda umuman ma'no yo'q. Ya'ni hayoting tugamaydi desa ma'no yo'q. Cheksiz bo'lsa. Tasavvur qiling. Mana shunday cheksizlik tasavvur qiling, chegarasi yo'q. Va bunda ma'no yo'qoladi. Unga bitta nuqta qo'yadigan bo'lsangiz ma'no keladi. O'sha nuqta o'lim. Ya'ni har bir insonni mutlaq haqiqatga bog'laydigan narsa o'lim bu. Aynan o'limga yaqinlashgan paytda siz butun reallikka bog'lanasiz. Hamisha. Masalan, siz uchun nima muhim emas degan narsalar shu yerda hosil bo'ladi. Deylik, ota-onaga nuqtai nazardan, mol mulkingizga nuqtai nazardan, orttirgan ijtimoiy savlatingizga nuqtai nazardan o'lim ma'noga kiritadi. Ha. Ularda spontan, o'ylanmagan, aqlsiz harakatlar emas bular. Ya'ni to'g'ri aytdingiz, ya'ni bu murakkab 75 yil davomida bir nechta avlodga bu o'tib kelayotganligi uchun ularda shunday bir avlodni shakllantirdi. Ya'ni muqovamat degan narsa shu yerdan vujudga keldi. Ular komfortdan emas, o'limdan harakatlanish imkoniyatini topishdi. Yoki aytadi-ku, nimaga borganda, o'sha Hamasning bitta punktiga borganda aytadiki, biz o'limni istamaymiz, lekin tayyormiz unga deydi. Bu men uchun ham muhim fikr bo'ldi. Men buni boshqacharoq qilib o'ylab yurardim-da. Masalan, siz ham eshitgansiz, qamoqqa boshingni tiqish kerak emas. Shunday. Boyagi hammani haqorat qilib, boshqa qilib, karikaturalar qilib, sen agar qamoqni bo'yningga olgan bo'lsang, asosli bo'lish kerak. Shunday. Ahmoqning shu qamoqqa lekin qamoqqa tayyor turish kerak. Keyin yana bir narsa, Amirxon, bu siz uchun ham juda ham muhim.
qaysi noshirlar baxtli bo'ladi sizning ishingiz nuqtai nazar? Risk qilganlar. Eng katta risk nima? Bu o'limga tayyor bo'lish. Ya'ni risk degan payti sizga shunday bosim bo'ladi, oxiri nima bilan tugaydi? Eng katta risk nima? O'lim bilan. Ya'ni nima qilib bo'lsa ham sizdan oxirgi oladigan narsasi bu hayotingiz bo'lishi. Shuning uchun Olsang hayotimdan oladi. xuddi shundan kelib chiqqan. Va aynan mana shu risk bilan tandem hosil qiladiganlar haqiqiy baxtli bo'ladi. Ya'ni risk qilasizda ma'lum bir kitob chiqarasiz. Shuni chiqaraman, mayli yopib yuboringlar deysanda, ular shuning eng oliy darajasini qiladi. Hattoki ular tomini remont qilsa ham bu o'sha risk bilan bo'ladi bu bechoralarda. Shunday dron bor. Shuning uchun bu bizga Amirxon bu kitob xudo xolasa hali ko'p muhokama qilamiz. Hali ko'p narsalarni mening nazarimda o'rgatadi bizlarga. Xo'p, navbatdagi savol. Kitobda juda ko'p ibratli qahramonlar bor, to'g'rimi? Siz aytganingizdek, ya'ni 2-3 ta emas-da, juda ko'p qahramonlar bor. Masalan, ulardan biri o'sha Yahyo degan yigitga u ko'rib bo'lib qoladi, nogiron bo'lib qoladi, karavotdan turmaydigan bo'lib qoladi, lekin shu holatida unga turmushga chiqadigan soppa-sog' ayol bo'ladi. Ya'ni shu holatda, ya'ni ibrat. Endi shundan kelib chiqib, shu qahramonlarning ichidan qaysilarini yaqqol ajrata olasiz? Buni qilgan ishi endi boshqasi qila olmaydi deydigan darajada bir qahramonlar eslay olasizmi? Juda ham yaxshi savol. Men hozir shu Ahmad eslashingizdan oldin ham menga xayolimga kelgan Samuniylar oilasi. Samuniylar oilasi hatto hozir ham boshqacha bo'laman. Bular yahudiylar bilan yaxshi bo'ladi, munosabatlari yaxshi bo'ladi. Hattoki bir-biri bilan suhbatlashmasa ham qandaydir bir-birini dushman sifatida ko'rmaydigan bo'ladi. Ko'chkindilar ko'chib kelgan 2005-yilgacha bo'lgan voqea. Va intifoda boshlangan paytda uning uyiga Hamas kiyimidagi duruzlar keladi. Butunlay qo'rqmay turadi ular, chunki bizlarga tegmaydi deb o'ylaydi. Endi Falastinning xususiyati shundan iboratki, katta-katta oilalar bo'lib yashagan ular. Va hammamizni omborxonaga olib bordi-da va otib tashladi deydi. Va Samuniylar, Ahmad adashmasam, oilasi onasi gapirib beradi bu narsani. 28 ta yoki 29 ta nimasini otib tashlaydi. Oila a'zolarini va u hammasining rasmini polotnoga tergan bo'ladi. O'zida rasmi qolganlarni, rasmi yo'q bo'lsa nomini yozib qo'yadi. Lekin u ayolda bir paytlar to'q yashagan aristokrat ayolning xususiyati ko'rinadi deydi. Sinmagan ayolning xususiyati ko'rinadi. U faqat mehmonga yaxshi joy topib bera olmaganligi va oldiga nimadir qo'ya olmaganligi uchun uyalganini sezasiz deydi. Va shunda ham u o'zining farzandlariga yashash kerakligini, ularning yashayotganligi muqovamat ekanligini tushuntirib beradi. Hattoki eri adashmasam 2 oydan keyin nima qiladi? Yurak xuruji bilan o'ladi. Ya'ni o'sha paytda hujumda o'lmay, yurak xuruji bilan vafot etadi. Mana shu bir odamga ta'sir ko'rsatadigan o'sha kitobdagi qahramonlardan va bunday haqiqatan ham bunday qahramonlar ko'p. Keyin bu nimadagi agar Quddus masalasida gaplashadigan bo'lsak, o'sha kichik yig'i devori. Kichik yig'i devori qayerdandir kichik yig'i devori paydo bo'ladi va u falastinlik musulmonning endi o'zining devori, uyiga tutashgan devorni ular qandaydir tarixiy obida, bir sig'iniladigan bir obida sifatida ko'rsatadi va mana shu bu inson chetda o'qib kelgan va qadimiy yozma manbalarni o'rganadigan olim odam ning qahramonligi. Ya'ni shu sharoitda ham Quddusda yashash muhim ekanligini tushunadi. Uyiga kirib kelyapti-da. Ya'ni ma'lum bir kun kelib sendan o'sha devoringni ham olib qo'yishi mumkin.
mana shu sharoitda ham deylik u shu yerda yashash bu muqovamatning bitta ko'rinishi ekanligini nazarda tutadi. Anti qahramonlar ham bor. Shunday. Amirxon. Menga ta'sir ko'rsatganlardan biri bu Quddusda gaplashib turgan paytda arman katolik nimasiga diniga mansub bir odam bilan gaplashadi. U kelib aytadiki, men o'g'limni Isroil armiyasida xizmat qilishini istayman deydi. Olish kerak bizlarning o'g'limizni. Bu Georg aytadiki, yonida falastinlik turibdi. Bu degani sening bolang Isroil armiyasiga boradigan bo'lsa, keyin kelib bularni otish kerak bo'ladimi? degan savol. Keyin bir gapida aytadi deydi. Biz shunday xalqmizki, bor narsani borday aytishimiz kerak bo'ladi. Falastinliklarga qarshiligim yo'q, lekin islom fundamentalistlariga qarshiligim bor. Mana ko'ring Fransiyada bular nima qilyapti. Keyin aytadi, suhbatdoshim deydi, Fransiyadagi fundamentalistlar bilan Quddusdagi musulmonlarning qanday bog'liqlik borligini tushuntirib bera olmadi deydi. U Fransiya qayerda boshqa. Va shu bilan birga deydi, mana oxirgi 20 yilning ichida, oxirgi deylik yoki 30 yilning ichida pravoslav xristianlar 20% dan 2% ga tushib qoldi deydi. Va u o'ziga savol bermaydiki, bunday kamayishning sababi nima? Tabiiyki bu savolni u o'ziga bera olmaydi deydi. Chunki o'g'lining Isroil armiyasida xizmat qilishini istab turgan odamga bunday o'tkir savollarni berish mumkin emas deydi. Mana shunday bir nimalarni vujudga keltiradi. Keyin o'sha g'arbiy sohil va Ibrohim sho'rbasi bilan bog'liq nimalar bor. E'tibor bering, etiktos. Etiktos aytadiki, biz Ibrohim sho'rbasidan ichmaymiz deydi, bolalarimizni jo'natmaymiz deydi. Va u oylab pul topa olmaydi. Oylab, ya'ni ishi yo'q. Chunki Isroil hamma joyga devor qo'yib tashlagan, u yerga kirishning imkoniyati yo'q. Sayyohlar bormasa u yerda ish bo'lmaydi. Men deydi, hech qachon Ibrohim sho'rbasiga bolalarimni jo'natmadim deydi. Chunki biz katta oila bo'lib yashaymiz, bir-birimizga yordam beramiz deydi. Va har birida ma'lum bir xususiyatni ko'rasiz. Ya'ni yaqqol bittasini ajratib, mana shu favorit deyish imkoniyati yo'q. Har birining o'zining bir qirrasi mavjud. Falastin haqida endi kitob haqida oxirgi bir mulohaza. Kitobxonlarning turi ko'p. Jahon adabiyoti o'qiydigan, o'zbek adabiyoti yoki deylik o'sha siyosiy boshqa. Yangi ushbu kitobni Falastin agar o'lishim lozim bo'lsa kitobini ko'proq kimlarga tavsiya qilgan bo'larsiz? Aslida hammaga tavsiya qilish mumkin. Qanday javob bersak bo'ladi? Bugun men aytgan bo'lardim, Amirxon, sinish nuqtasi qayerda paydo bo'ldi va u qanday kechyapti degan savol u yoki bu ko'rinishda qiziqtirayotgan odamlarning hammasi o'qish kerak mening nazarimda. Bugun men bir postimda yozgandim. Liberal dunyo Falastinda qoqildi. Ya'ni bu kitobni siyosat falsafasiga qiziqadiganlar ham o'qish kerak. Bu yerda falsafa haqida hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin u yerda haqiqiy boyagi sof bir shu bilan bog'liq munosabatlarni ko'rish mumkin bo'ladi. Yaqin Sharqqa qiziqadiganlar o'qish kerak. Tabiiy, ya'ni buni aytmayapman, chunki Falastin Yaqin Sharqqa qiziqadiganlar shug'ullanadi. Va shu bilan birga islomiy tafakkurdagi insonlarning hammasi o'qish kerak. Befarq bo'lmagan. Qanday muammolarimiz bor, uni qanday yechamiz? Bizga qanday chaqiriqlar bo'ladi yaqinda? Nima uchun hamma joyda u yoki bu ko'rinishda bu qatlamni siqish bor? Nimaga degan savol borlar. Mana shu kitobni mening nazarimda o'qish kerak. Rahmat. Endi so'nggi savol bu keyingi tarjima rejalari haqida, ya'ni uzoq muddatda emasda, deylik qisqa muddatda keyingi siz tomoningizdan tarjima, tahrir qilinadigan 3 ta kitobni ayting va ularni nima uchun aynan hozir biz tarjima qilishimiz kerak? Amirxon, qarang, xudo xolasa bu yil men nasib qilsa kitoblar ko'p chiqaradigan
yilimiz bo'ladi. Nasib qilsa. Keyingisi bu Jon Lokning boshqaruv haqidagi ikkita traktat. Bu hammasi bir seriyadagi kitoblar, hattoki Falastin ham. Keyingisi bu Jon Stuart Millning Utilitarizm va erkinlik kitobi. Buni o'zim tarjimasini boshqatdan ko'rib chiqmoqchiman, chunki shu mas'uliyatni olmasam bo'lmas ekan, tarjimalarni ko'rdim. U yigitlarga ham rahmat, lekin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tarjimonlar nimasi shakllanyapti atrofimizda. Mana shu o'z aslida boshqaruv haqida birinchi, boshqaruv haqida ikkinchi traktat o'zi alohida kitob qilib chiqarsam bo'ladi, lekin bu bir seriyadagi kitoblar bo'lgani uchun bir kitob qilib chiqarish mumkin. Lokning kitobini aytyapman. Millning ham ikkita kitobini bir kitobda chiqarish mumkin. Shu nuqtai nazardan ikkita kitob deydigan bo'lsak, uchinchisi bu nasib qilsa nimani tugatish, qonunlar ruhini. Qonunlar ruhi ancha oldinga siljidi, o'rtada Falastin kirgani uchun biroz to'xtagan bo'lsa ham, yilning oxirigacha mana shu kitoblarni tarjima qilishimiz kerak. Shu yerda yana bir narsani aytaman. Amirxon Montesquieu aytadiki, din bu qo'rquvga qo'shilgan qo'rquvdir deydi. Va aytadiki, islom despotik din sifatida ko'rsatadi. Muhammadiylik deydi, Magometanstvo deydi. Va siz mana shu ildizlarga chuqurlashib borar ekansiz, Falastindagi vahshiylikning nimasini shu yerdan topasiz. Ya'ni Montesquieu uchun liberal dunyoning otasi, men uchun deydi, dinning yerda tagiga qanchalik ketganligi, osmonga qanchalik chiqqanligi muhim emas deydi. Ya'ni menga uning ilohiyligi muhim emas deyapti. Ya'ni Xudo bilan qanchalik bog'langanligi butunlay menga kerak emas. Men uchun uning siyosiy va fuqarolik foydasi muhim, tasavvur qiling. Foydasi muhim. Foyda keltirish kerak. Biz qanchalik bu qopqonga tushib qoldik va Falastin bu qopqonga qanchalik tushmadi. Nima uchun Falastinga deylik shunchalik zulm bor? Chunki ular uchun foyda kerak emasdi. Foyda degan narsani o'zlari tortib oldi. Uyini portlatib, hayotini olib qo'yib, ekin maydonlarini tortib olib qo'yib, mana shunday fikrlar nuqtai nazaridan bular bir seriyadagi kitoblar. Ya'ni biz bugun bir vaqtning o'zida raqib liberal g'oyani jiddiy o'rganishimiz kerak va shu bilan birga o'zimizning kamchiliklarimiz va biz yangi postmodern dunyoga qanday fikriy konstruktlar bilan kirib kelamiz va bu fikriy konstruktlar o'zimizning fundamental ilohiy g'oyalarimizga qanday bog'lanadi degan savollarni anglashimizda bu kitoblar hammasi ahamiyatli hisoblanadi. Bir vaqtning o'zida raqib g'oyani o'rganish kerak. Shunday. Shu vaqtning o'zida o'zimizning o'zi aslida ikkinchisi qiyinroq, Amirxon. Buni o'rganishni boshlasang, turli xil nimalar e'tiroz bildirish tabiiy, bundan xafa bo'lish kerak emas. Kimdir haqorat ham qiladi, kimdir e'tiroz bildiradi, aralashma bu narsaga deydi, e'tiqodiy masalaga deydi. Lekin mening nazarimda postmodern dunyosi hech kimni kutib turmaydi. Yoki butunlay yo'q qiladi, yoki sen ma'lum bir fikriy konstruktni shakllantirasan va saqlanib qolasan. Xo'p, ustoz, endi suhbat YouTube'ga chiqadi. Shu uchun eng yaxshi izoh, 3 ta izoh egasiga shu Falastin kitobini o'zingizni dastxatingiz bilan bersak bo'ladimi? Bo'ladi, 5 taga bersangiz bo'ladi. Rahmat. Suhbat uchun tashakkur. Hammaga rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar.